Organizmni motori bo'lgan yurak haqida qayg'urishimiz kerak. Agar sizda qansirash bo'lsa, yurak klapanlari kengaygan bo'lsa, ishemiya va boshqa kasalliklar tashxis qo'yilayotgan bo'lsa, xavotir olmang. Bularni hammasini bartaraf qilish mumkin. Chunki yurakni ham oziqlantirib turish kerak, unga energiya berib turish kerak, unga kerakli bo'lgan yordamni doimiy ravishda oziq-ovqatga qo'shimcha ravishda tushirib turish kerak. Buning uchun sizga yordam beradigan Pulsebox mahsuloti bor. Pulsebox mahsuloti ham Silное serce, ya'ni kuchli yurak dasturi bo'yicha ishlangan, 100% tabiiy Rossiya mahsuloti. Bu ham balanslangan holatda ichkarisida mana 30 ta paketikdan iborat. Har bir paketikda 3 tadan kapsula bor. Mana bu qizil Cardio Age, ya'ni yurakni qarishiga qarshi mahsulot hisoblanadi. Mana bu mahsulot esa bu butun kapilyarlar, mayda qil tomirlar bilan ishlaydi. Bunisi esa omega 3, 6, 9 mahsulot hisoblanadi. Demak, bu paketiklar 30 tadan iborat. Doimiy ravishda yurak haqida qayg'urib, yoshlikdanoq uni mustahkamlab, quvvatlab boradigan bo'lsangiz, kelajakda ishemiya, insult, infarkt xavfi sizni bezovta qilmaydi. Azizlarim, yuragimni baquvvat qilaman desangiz, albatta